BMW'ni satdim. Maqsad BMW'ni satganimni juda hamma biladi. BMW'ni berib, mana shu mashinaning ustiga 100 ming so'm pul berganman-da. Daf amadim, Actros amadim. Endi Volvo qanday mashina, Volvo'ni men bilmayman. Endi birinchi marta meni Volvo olishim, shuning uchun shu BMW'ni berib ustiga 100 ming so'm pul berganman. Mana shu mashina shu narsaga arziyman. Volvo 460lik, 460lik. Mana shu ko'rib turgan mashina 130 kubalik, 130 kubalik. 130 kubalik 6 mosli-da, 6 ta mos 130 kubalik. Pritsepnoy. Shu mashinani endi og'amiz inshaalloh nasib qilmasa bu uje 28 tonna ko'mir olib kelib bir kunning ichida bo'shatdi. Uje dalni ishi endi shul bo'ladi-da BMW. Endi qishloqqa olib kelib qo'yganman, dalni ishiga prosta mana shu BMW pulni ishlab beradimi, bermaydimi degan savol ham bor mana shu yerda. Inshaalloh endi mening planim uje yanvar oyiga shu bo'yat bir BMW pulni ishlab berish kerak. Atak bunda o'zim obzor ko'rsatayin-ku. Nima deb o'ylaysan mana shu mashinaga? 6 mosli 130 kubalik. Nima ish qilsak bo'ladi ekan? Polni xod mana shu mashinani sotib olganman hozir. Mana shu mashinani sotib oldim. BMW'ni berib ustiga 100 ming so'm pul berganman. Shuga nima deysiz? Kuymayapmanmi? Uje bir res jugabga bir resda например 9 ming so'm shu mashina uje taylab berdi. Arqa balonda ham linteyka bor, arqa pritsepda, oldi pritsepda mo'ylar linteykasi bor, ko'tarib qo'yganmiz. Mana shu mashina. Volvochilar. Mana shu dalnaboychilarda. Mana shu endi katta mashina Volvoga kelib, Volvoda o'zim haydab keldim. Например 28 tonna yukmen. Mana shu takfonding, mana shu anzor pedaval bor, takfonda 2-3 ming urib chiqib kelganman. Korobka qizmasa bo'ldi deb edi, endi korobka qizmaydi ekan. Inshaalloh maqsad qildimki, mana shu yanvar oyiga bir BMW'ning pulini shul ishlab berish kerak. Bir BMW'ning. Mana biz hozir mana shunda jirimiz. Qishatim ballari. Aka söyleyip yo tam siyom qilib qoldi.